Ana shular buzyapmanda endi o'zim qilgandim shetlarda. Qonli eshiklarni tashladim, ona eshiklari. Endi bu yerga o'tiradigan zal bo'ladi. Mehmonxona, oshxona bo'ladi. Endi bu yerda ichkarini oshxona qilamiz bu yerlarda. Qonli оборудованиялар baqa tiqamizda. Mana shular buzish kerak. Keyin yana boshqa ishlar tiqilyapti. Mana o'sha haligi buzgan joyimiz mana endi ajoyib bo'lib oshxona bo'ldi. Hamma joyi chiroyli qilib qo'ydik mana. Ko'rib baho beraverasizlar. Men taylarni plintus qildik hamma joylarini. Ajoyib chiqdi. Layklarni bosaverasizlar. Podpиска qilinglar, podpiskalar ayamanglar xudo xolasa. Ajoyib obzorlarni sizlar uchun qo'yaveramiz.